XM Brokerdan ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish, akkaunt ochish va ish boshlash to'g'risida sodda, qisqa, lo'nda, sifatli ma'lumot beraman. Buning uchun menga XM Brokerning ofitsial sayti kerak bo'ladi. Ofitsial saytni esa ikki xil holatda topishimiz mumkin. Birinchi holat, mazkur ko'rayotgan video roligingiz izoh opisiyaniyasida men XM Brokerning ofitsial saytini linkini qoldirib ketaman. Ana o'sha link orqali kirib bosib o'tib ishni boshlashingiz mumkin. Ikkinchi variant, kanalimga kirib, любой istalgan videoga bosadigan bo'lsanglar, aynan hozirgi holatda men oxirgi qo'ygan darsligimga bosaman. Biroz pastroqqa tushsak, mana bu joyda opisiyaniyaga ko'zimiz tushadi. Opisiyaniyaga bosamiz, izohga, ya'ni bu joyda ko'ryapmizki, men o'zim shaxsan savdo qiladigan brokerlarni qoldirib ketganman. 3-o'rinda XM brokeri turibdi. Mana shu linkning ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng brauzer bizni XM brokerning ofitsial saytiga ro'yxatdan o'tish sahifasiga olib o'tadi. Bu joydan biz birinchi o'rinda davlatimizni tanlashimiz kerak. O'zbekiston, ikkinchi o'rinda elektronlik pochtamizni kiritishimiz kerak, Gmailimizni. Uchinchi o'rinda lichniy kabinetimiz uchun parol o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Qaysiki esimizdan chiqmaydigan yoki biror joyga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladigan parol o'ylab topamiz. O'ylab topgan parolimiz bitta katta harf, bitta kichkina harf, bitta raqam va bitta qandaydir belgi. Undov, kuchukcha, rishotka, dollar belgisi, foiz belgisi kabilar. Parolni yozib bo'lganimizdan so'ng 4-o'rinda yozib ketishimiz majburiy bo'lmagan qator bor. Bu joyda bizdan so'rayotgani partnyor kodi bormi deb so'rayapti. Введите его здесь degan yozuvga bosamiz. Hammasi katta harflarda D, 2, Q, H, K. Xullas ko'rdinglar. 4-qatorni to'ldirib bo'lganimizdan so'ng mana bu joyga galochkani bosamiz va registratsiya tugmasiga bosamiz. Registratsiya tugmasiga bosganimizdan so'ng brauzer bizni mana bunday sahifaga olib o'tadi. Bu joyda bizga aytilishicha, biz registratsiya paytida yozgan elektronik pochtamizga broker xat jo'natgan. Ana o'sha xatni ochib, ichida tasdiqlash uchun link beradi. Ana o'sha linkka bosamiz. Mana bu joyda ogohlantiryapti, korzinka yoki korzina yoki bo'lmasam spam papkalarini ham bir qator tekshirib ko'ring, agar SMS yetib bormagan bo'lsa. Broker menga xatni jo'natdi, elektronik pochtamga o'taman, yuborgan SMSiga bosaman. Bosganimdan so'ng men bilan salomlashyapti-da va mana bu joyda elektronik pochtangizni tasdiqlang degan yashil knopkali yozuvni jo'natyapti. Mana shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng brauzer bizni XM Brokerni ofitsial veb saytiga olib o'tyapti. Mana bu joyda bizni рабочий stolimiz ochildi. Mana bu joydan принять все degan tugmaga bosamiz. Bu 2026-yil uchun alohida yangi interfeys hisoblanadi. Bu ochgan lichniy kabinetimizni verifikatsiyadan o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Ekranda o'ng tarafida mana bu joyda profilda rasmi turibdi. Mana shuni ustiga bossak, mana bu joyda chiqadi. Verifikatsiya ne verifitsирован deb yozuv qizil yozuvda turibdi. Mana shu narsani verifitsирован degan yashil yozuvga biz o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Buni qanday qilamiz? Birinchi o'rinda verifikatsiya tugmasiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng broker bizni telefon nomerimizni so'rayapti. Telefon nomerimizni yozamiz. Telefon nomerimizni yozib bo'lgandan so'ng получить kod tugmasiga bosamiz. Bundan so'ng broker bizni yozgan telefon nomerimizga kod jo'natadi. 6 talik raqamdan iborat bo'lgan. Ana o'sha kelgan SMSdagi kodni mana bu joyga kiritamiz. Hi, your phone verification code for action is 7 9 2 4 5 5. Again, 7 9. Telefon nomerini tasdiqlab bo'lgandan so'ng mana bu joyga first name ismimizni yozamiz. Ismimiz pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi ana o'shanda yozishimiz kerak bo'ladi. Middle name ga xohlasak yozsak ham bo'ladi, yozmasak ham bo'ladi. Bu joyga biz o'zimizni otchествоmizni yozamiz. Pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi ana o'shanday. Last name degan joyga biz familiyamizni yozamiz. Pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi ana o'shanday. Mana bu joyga tug'ilgan kunimizni yozamiz. Ma'lumotlarimizni kiritib bo'lganimizdan so'ng mana bu joyda continue davom etish tugmasiga bosamiz. Adres degan joyga adresimizni yozamiz. Agar siz rasmiy adresingiz qayerdaligini bilmaydigan bo'lsangiz, mygov.go.uz saytiga kirib, pasport daniylaringizni kiritib, lichniy kabinetdan yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga ulanib, sayt orqali mana bu sayt yashash joyingiz to'g'risida ma'lumot olishingiz kerak bo'ladi. Agar siz qanday qilib u joyga kirib adresingizni olishni bilmasangiz, mana bu joyda videorolik qoldirib ketaman va mana bu videorolik ko'rishinglar yoki bo'lmasam izoh opisiyaniyaga tushib, mana bu videorolikni ko'radigan bo'lsanglar, mana shu
joyda batafsil ma'lumot bor. Xullas bu joyga hozir men adresni yozaman. City degan joyga biz o'zimizni viloyatimizni yoki bo'lmasam shahrimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Street numberga uyimizni raqamini yozib qo'ysak menimcha bo'laveradi. Mana bu joyga postal kod degan joyga indeksimizni yozib ketishimiz kerak bo'ladi. Siz yashayotgan joyda pochtaviy indeks bor. Agar pochtaviy indekssiz bilmasangiz yoki qanday qilib olish to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, shunday любой brauzerga kirasiz, Google ga yoki Yandexga pochtaviy indeks deb turib, o'zingiz yashayotgan viloyatni, tumanni, shaharni yozsangiz, shunday pochtaviy indekslar kelib chiqadi. Yozib bo'lganimizdan so'ng mana bu joydan yana davom etish continue tugmasiga bosamiz. Mana bu joydan bizdan savollar so'rayapti. Kimda tajriba bo'lsa yesni bosasizlar, tajribali yo'q bo'lsa no'ni bosib o'tib ketishlar mumkin bo'ladi. Men hozir o'zimga mos kelgan javoblarni belgilab ketaveraman. Sizlar shunga qarab turib belgilab ketishlar mumkin. Continue tugmasini bosaman, yesni bosib. Mana bu joyda hozir bizni pasportimizni, shaxsimizni tasdiqlovchi hujjatni, liba ID karta, liba pasportni so'rayapti bu joyda. Mana bu joyda continue tugmasiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng broker bizdan talab qilyaptiki, birinchi o'rinda ID kartamizni oldi ko'rinishini skaner qilib rasmga olib tashlaymiz. Ikkinchi o'rinda o'zimizni yuz ko'rinishimizni selfie qilib tashlaymiz. Xuddi iPhone ga yoki Samsung ga parol qo'yayotgan paytinglarda yuz ko'rinishini skaner qilish orqali parol qo'yish imkoniyati bor edi-ku, eslarda bo'lsa. Xuddi ana o'sha holatda selfie qilishlar kerak bo'ladi. Mana bu joyda start verification tugmasini bosadigan bo'lsam, bosamiz. Mana bu joyga rozilikni bildirib davom etish tugmasiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng davlatimizni tanlaymiz, ID karta, ya'ni pasport, driving license degani bu o'sha haydovchilik guvohnomamizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Kimda pasport, kimda ID, kimda pravaga qarab turib tanlashinglar mumkin. Men hozir bu joyda pasportni tanlayman. Mana bu joyda ikkita tugma turibdi. Continue. Mana shu ustroysdan o'zidan davom etish yoki bo'lmasam telefon orqali davom etish. Xohlanglar telefon orqali, xohlanglar mana bu kompyuter orqali davom etinglar. Mana bu joyda continue tugmasini hozir men bosaman. Bosganimdan so'ng mendan pasportni ko'rsatib rasmga olishni so'rayapti. Bu yerda oldin rasmga olingan rasmlar qabul qilinmas ekan. Realniy vaqtda rasmga olib tashlashimiz kerak bo'lar ekan. Mana bu joyda ko'rsatyapti. Meni kompyuterimda hozir web kamera yo'qligi sabab men mana bu joydan telefon orqali davom etish tugmasiga bosaman. Menga mana bu joyda skaner qilish uchun menga QR kod beryapti yoki bo'lmasam pastda mana bunaqangi kod beryapti. Telefonimizni ochamiz, kamerasini ochib, mana shu QR kodni bunday ko'rsatadigan bo'lsak, telefonimiz kamerasiga bizga sayt kelib chiqadi. in.samsub.com degan sayt. Kirganinglardan so'ng sizlardan shu telefoningizga rasmga tushdi. Birinchi o'rinda pasportni rasmga olishdi, ikkinchi o'rinda o'zingizlarni selfie qilishlarini so'raydi. Ana u ma'lumotlarni joylab qilib bo'lganinglardan so'ng davom etish tugmasiga bossanglar, uje shaxsiyatlar verifikatsiyadan o'tadi. Keyingi qadam bu joyda adresni verifikatsiya qilishda qoladi. Adresni verifikatsiya qilish uchun biroz oldin aytib o'tgandek, my.gov.uz saytiga o'tib, yagona davlat interaktiv xizmatlar portaliga kirib, shaxsiy kabinetingizga kirib, yashash joyi to'g'risida ma'lumotnoma olishimiz kerak bo'ladi. Ana o'sha ma'lumotni mana bu brokerga jo'natadigan bo'lsak, adresimiz ham, shaxsiyatimiz ham, telefon nomerlarimiz, pochtalarimiz hammasi verifikatsiyadan o'tgan holatda bo'ladi. Men akkauntimni allaqachon verifikatsiya qilib bo'lganman. Men hozir verifikatsiyadan o'tgan lichniy kabinetlardan bittasiga kirib, men sizlarga endi shot ochish to'g'risida ma'lumot beraman. Mana verifikatsiyadan o'tgan boshqa lichniy kabinetlardan biriga kirdim, ya'ni yaqinlarim nomidagi ochilgan, hali beri ishlatilmagan, lekin verifikatsiyadan o'tgan akkauntlardan biriga. Xo'p, bu joyda mana verifikatsiyadan o'tgan mana bunaqangi verified degan yashil yozuv chiqib qoladi deganida mana chiqib qolgan. Xo'p, real tugmaga bosamiz shotga va mana bu joyda plusga bosamiz va real akkaunt degan tugmaga bosamiz. Mana bu joydan biz platformani tanlashimiz kerak bo'ladi. Men shaxsan MetaTrader 5 ni tanlayman, chunki shu platforma qulay. Xo'p, endi mana bu joyda yozyapti. Standart akkauntimiz bor ekan, mikro akkauntimiz bor ekan. Bu ikkita akkaunt turi. Buni bir qatorga olib turinglar. Undan so'ng ultra low standart akkaunt turibdi va ultra low mikro akkaunt turibdi. Asosiy XM brokerdagi eng asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa, shot turini ikki xil turi bor. Birinchisi bu dollarviy shot, standart shot. Mana bu joyda yozib qo'ygan bir lot teng 100 ming dollarga, 100 ming AQSh dollariga teng deyapti. Mana bu mikro lotda esa bu как будто sizlar tasavvur paydo bo'lishini aytaman, sentoviy shot degandek gap. Lekin bizga broker buni sentoviy shot deb emas, mikro shot deb taqdim qilyapti. Mikro shot ochib 100 dollar depozit qiladigan bo'lsak, MetaTraderda bizga bu 10 ming sent bo'lib ko'rinmaydi-da, 100 dollar bo'lib ko'rinadi. Mana bu joyda yozyapti, bir lotimiz teng 1000 dollarga, mana bu joyda bir lotimiz 100 ming dollarga teng. Ultra low standart akkaunt bilan ultra
ultra low mikroni foydalanishni maslahat beraman. Chunki ultra low standartda zilkani ochish yopish ispanlyatsiya orderda ijro etilish tezligi juda ham tez va bu joyda spreadlar juda ham kichkina. Komissiya olmaydi. Mana shu ultra low standart akkaunt hammamizga ma'qul keladigan akkauntlardan biri. Xullas mana shunga bosaman va continue tugmasiga bosaman. Mana bu joydan plechoni tanlashimiz mumkin, leverage, mana bu joydan valyutani tanlashimiz mumkin va mana bu joyga akkauntimizga nom berishimiz mumkin. Meniki hozir kak standart holatida qolaveradi. Mana bu joyda galochkani bosamiz. Agar sizlar shot ochayotgan paytinglarda mana bu joyda sizlarda ham partner kod bormi deb so'raydigan bo'lsa, mana bu joyda enter kod tugmasini bosadigan bo'lsanglar, yana bitta yacheyka ochiladi. Bu joyga mana bu hammasi katta harflardan iborat bo'lgan kodni D2QHK mana shu kodni yozib ketadigan bo'lsanglar, menga partner bo'lasizlar. Menga partner bo'lishdan maqsad shot ochib savdo qilayotgan paytlarda eng asosiy instrumentlarda bu funt dollar, yevro dollar, kak oltin, yana shunga o'xshagan asosiy instrumentlar deb hisoblagan broker o'zi hisoblaydi. Asosiy instrumentlarga savdo qiladigan bo'lsanglar, sizlardan swap xizmatini olmaydi. Vot mana shuning uchun mana shu kodni kiritib ketishinglar mumkin. Mana bu yerda continue tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng MetaTrader akkauntimizga 5 ga mana bu joyda biz parol qo'yishimiz kerak bo'ladi. Parolda bitta katta harf, bitta kichkina harf, bitta raqam va bitta mana bu belgilar kuchukcha, dollar, undov, so'roq, shular kabi belgilar qatnashishi kerak bo'ladi. Vot mana bu joyda уже parolni talablarini broker yozib qo'ygan. Men mana bu joyga parol o'ylab topdim. Sizlar ham o'ylab topgan parollarni liba biror joyga yozib olinglar yoki bo'lmasam umuman esingizdan chiqarmaydigan parol o'ylab topinglar. Men parolni yozdim. Ko'ryapmiz, mana bu joyda 4 ta yashil liniya hammasi yonib qoldi. Bu degani parol bu yaxshi himoyalangan va brokerni talablariga tushadigan parol hisoblanadi. Parolni yozib bo'lganimizdan so'ng mana bu joyda complete tugmasini bosamiz. Voila, bosganimizdan keyin bizga ultra low standart akkaunt ochildi. Endi bu akkauntimizga depozit qilish uchun vot mana menga уже сразу pochtamga SMS keldi. Akkaunt ochilganligi to'g'risida. Depozit qilish uchun yana mana shu real tugmasiga bosamiz. Shotni ochib bo'lganinglardan so'ng broker albatta sizlarni pochtanglarga, registratsiyadan o'tgan pochtanglarga xabarni jo'natadi. Akkauntni, serveri va logini haqida. Parolni esa o'zingiz eslab qolgan holatda bo'lasiz. Depozit qilish uchun mana bu joyda depozit tugmasini bosaman. Broker menga 4 xil yo'l bilan akkauntimga depozit qilish yo'llarini taqdim qilyapti. Birinchisi Visa karta, Mastercard, ikkinchisi kriptovalyuta, uchinchisi Binance Pay, to'rtinchisi Uzcard Humo. Bizni O'zbekiston sharoitimizga Visa karta, Mastercard va Uzcard Humo karta eng qulay depozit qilish va pulni chiqarib olish usullaridan hisoblanadi. Men shaxsan Visa karta yoki Mastercard orqali depozit qilishni tanlayman. Tanlab bo'lganimdan so'ng mana bu joyga necha pul depozit qilishimni so'rayapti. Men bu joyga 100 dollar deb yozaman va 100 dollar depozit qilmoqchiman. Vot, bosaman depozitga. Mana bu joyda mendan tasdiq so'rayapti. Da, confirm qilamiz, tasdiqlaymiz depozit qilishni. Mana bu joyda karta danlilarimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Amal qilish muddatini yozamiz mana bu joyga. SVV degan joyga Visa kartani orqasida 3 tali kod bo'ladi. Ana o'shani yozamiz mana bu joyga. Владелец karti degan joyga Visa kartida qanday ism familiya bo'lsa, to есть o'zingiz ism familiyangizni Visa kartida qanday yozilgan bo'lsa, xuddi ana o'shanda yozishingiz kerak bo'ladi. Xohlasanglar kartalarni saqlanib qilib qo'yishingiz mumkin, xohlasanglar saqlanib qilmasligingiz mumkin. Mana bu joyda оплатить 100 dollar, to есть 100 dollar degan joyga bosaman. Bosganimizdan so'ng Visa kartani qaysi bankdan olgan bo'lishimizga qaramay, hamma bankda hamma Visa kartani 3D security kodi bo'ladi. Mana bu joyda xuddi ana o'sha kodni so'rayapti mendan. Hozir pochtamga va telefon nomerimga kod keldi bank tomonidan. Ana o'sha kodni mana bu joyga yozishim kerak bo'ladi. Kodni yozib bo'lgandan so'ng verify tugmasiga bosaman. Vot, voila, akkauntimizga depozit tushdi. Mana bu joyda ko'ryapsiz, shotimizda 100 dollar pul turibdi. Endi buni MetaTraderga ulayman. XM Broker'ning MetaTrader 5 platformasini ustanovka qilamiz kompyuterimizga. Buni skachat qilish uchun mana bu lichniy kabinetlardan topishingiz mumkin. XM Broker'ning MetaTrader 5 platformasi meni kompyuterimga ustanovka bo'lmoqda. Bu ustanovka bo'lib bo'lgandan so'ng akkaunt danlilarimni kiritaman va 100 dollarda savdo qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Daromad bo'lsa daromad, zarar ko'rsam zarar. Va nihoyat MetaTrader 5 platforma kompyuterimga o'rnadi. Mana bu joyda bitta server turibdi. Mana shu serverga dalya degan tugmani bosaman. Broker meni pochtamga jo'natgan loginim va serverimni ko'rib olishim kerak bo'ladi. Loginimni oldim, parolni yozaman. Shotni ochayotgan paytda yozgan parolim va mana bu joyda broker menga jo'natgan serverni kiritaman va gatovo tugmasini bosaman.
Avvalla marhamat ko'rishimiz mumkin. Ana o'sha solgan depozit qilgan $100 depozitimiz mana bu joyda. Mana bu joyda instrumentlari birinchi o'rinda menga kerak bo'ladigani oltin. Chunki men hozir oltinda savdo qilmoqchiman. Allaqachon analiz qilib bo'lganman. O'sha savdo qilib o'tirdim hozir. Prosta zilka qilib ochib yopib sizlarga ko'rsatib ketish maqsadida zilka qilmoqchiman. Vot, mana bu joyda shunday 1 soatlik time frame launcherga oladigan bo'lsak, bozor nima qilyapti? Mana bu joydan vot maksimum qoldirgan. Bu maksimumni buzib turib, hozir obratna qaytib kelib, mana shu joyda test qilmoqchi bo'lyapti. Klassik kitoblarda yozilish bo'yicha nima qilishimiz kerak bu joydan hozir? To'ppa-to'g'ri aytasizlar, mana bu maksimum oldin qarshilik bo'lgan bo'lsa, hozirgi bozor kelishiga bu joy поддержка hisobini o'tash kerak. Значит, men mana shu joydan buyga kiraman, stoplik detabr mana bu atrofga qo'yaman, texnik detabr mana bu atrofga qo'yib, tekshirib ko'raman. Vot, mana men belgilab olgan va buy limit qo'ygan joyimdan bozor rost mana 44 pips atrofida yurdi, 46-45. Vot, mana shu joyda men zilkani yopaman-da va mana bu ikkinchi zilkam ham o'zi asli olib ketish kerak edi, lekin chut-chut etmay qolibdi, где-то bir qancha pipslardir atrofda, lekin все равно meni ko'ryapsizlar, buy limitimga tekkan. Bu joyda brokerni spreadini hisobiga menimcha aktivatsiya bo'lmasdan ketib qolgan shekilli. Vot, mana bu joyda kelgan, orderimga tekkan, lekin nimadir anglashilmovchilik bo'lgan bu joyda. Хорошо, demak nasib qilgan ekan. Demak nasib qilmagan ekan. Adashib ketib qolaman gohida shunaqa. Xullas, agar shunaqa snayperskiy vxod qilmoqchi bo'lsanglar, buy yoki sell ushlamoqchi bo'lib, shunaqa daromad qilmoqchi bo'lsanglar, marhamat meni mana bu videoroliklarni ko'ringlar. Bu joyda batafsil tushuntirganman, batafsil ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Shu bilan registratsiya va to'xtanglar aytgancha uzr. Bu joyda pul yechish sxemasini ham ko'rsatib ketaman sizlarga. Vot. Yana mana shu real degan yozuvga bosamiz. Mana bu joyda withdraw degan yozuv turibdi, ko'ryapsizlar. Vot, mana shunga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu joyda bizga ogohlantirish chiqyapti. Bu joyda o'qib chiqadigan bo'lsanglar, qaysi kartadan depozit qilgan bo'lsanglar, xuddi ana o'sha kartaga qaytarib chiqarib olishinglar kerak. Uchinchi shaxs aralashtirmanglar, boshqa insonni kartalardan foydalanmanglar. Shunga o'xshash va yana boshqa ma'lumotlarni ham o'qib chiqsanglar bo'ladi. Men eringanman o'qib chiqqanim. Xullas, bu joyga mana bu yashil yozuv qanaqa o'qiladi bilmayman ingliz tilida. Knowledge gauge bo'lsa kerak, menimcha knowledge gauge mi? Xullas, mana shunga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu joyda Visa karta orqali depozit qildim. Mana bu joyda mana kartam oxiri yozib turibdi. Mana shu joyga necha pul yechmoqchi bo'lsak, ana o'sha summani yozamiz. Mana bu joyga men hozir $145 va 54 sent, to есть depozitni hammasini yechib olmoqchiman, chunki bu akkauntga depozit qilishdan maqsad sizlarga depozit qilishni ko'rsatish, pul yechib olishni ko'rsatish va bozordagi savdodan lahza lavhalardan ko'rsatish edi. Xullas, bitishkiga bosamiz, galochkaga mana bu joyda va request tugmasiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng vot akkauntimizdan pul chiqib ketdi. Mana bu joyda sizni pulingizni biz ular protsessda deyapti. Okey, garet qilamiz. Mana bu meni YouTube kanalim. YouTube kanalimga kirsanglar, video bo'limida juda ham ko'plab informatsiya, mana ma'lumotlar bor. Mana bu joyda playlist bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, mana bu joyda alohida mavzularga bo'lib qo'yganman. Mana shu yerdan kirib foydalanishingiz mumkin. Vot, mana elektron pochtamga уже xabar keldi. Xabarni ichiga kirib ko'radigan bo'lsa, mana bu joyda vot menga xabar berishchi, pulni yechib bo'ldi. Уже telefonimga ham SMS keldi. Xullas, pul yetib keldi o'rtoqlar. Mana shunaqangi holatda savdo qilishinglar va depozit qilib, savdo qilib, pulni yechib olishinglar mumkin bo'ladi.